Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Germaniya va Avstraliyada o'tkazilgan Bosniyaning Srebrenica irqiy qirg'inchilik xotirlash faoliyatiga taklif bilan qatnashdi. Germaniya parlamentida tashkillangan xotirlash faoliyatiga Berlinda faoliyat olib berayotgan qurultay rahbarlik heyetidan qurultay raisi Turg'unjon Alovuddin, qurultayning sobiq raisi To'lqin Aysa, qurultayning muavin raisi Zumratay Erkin va qurultay fondining raisi G'ayur Qurbon qatorliqlar Avstraliyaning poytaxti Canberradagi Bosniya elchixonasida o'tkazilgan Srebrenica irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuniga qurultayning Avstraliyadagi vakillaridan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Baxtiyor Bo'ra, qurultayning taftishi Gulmira Zunun, qurultay qonun komitetining mudiri va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining bosh kotibi Mehmet Chalabchi qatorliqlar qatnashgan. Srebrenica qirg'inchiligi 1995-yili Yevropadagi kommunizm lageri sobiq Yugoslaviyaning parchalanishidan keyin Bosniya bilan Serbiyaning ayrilish mezgilida serblar tarafidan Bosniya musulmonlariga ilib berilgan cho'ng qirg'inchilik bo'lib, bu qirg'inchilikda Bosniyaning Srebrenicada taxminan 8 mingdan ko'proq ayol bolalarni o'z ichiga olgan Bosniya musulmonlari serblar tarafidan rayimsizlarcha qirg'in qilingan bo'lib, bu qirg'inchilik Yevropaning qalbida yuz bergan yaqinqi zamondagi eng cho'ng qirg'inchilik deb ta'riflanadi. Bu munosabat bilan Amerika boshchiligidagi 39 dan ortiq davlatning taklifi bilan bu qirg'inchilik BDTda kun tartibga keltirilib, 2024-yili 5-oyda BDTda 193 a'zodan tarkib topgan umumiy majlisda 84 a'zo davlatning ovozi bilan Srebrenica irqiy qirg'inchiligi qabul qilingan bo'lib, shu sababdan Amerika, Angliya va Fransiyaning bilet tashlashi bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har yili 7-oyning 11-kunini Srebrenica irqiy qirg'inchiligini o'ylash va xotirlash kuni deb e'lon qilgan edi. Ayni vaqtda bu qarorga Xitoy, Rossiya, Serbiya, Vengriya qarshi chiqqan edi. 2024-yili bu qaror e'lon qilingandan keyin Bosniyada o'tkazilgan tunji xotirlash faoliyatiga Dunyo Uyg'ur qurultiyidan ayni vaqtdagi qurultay raisi To'lqin Aysa, Zumratay Erkin, Abdujalil Ahmad va Iftixor Abdurashidlardan tashkillangan bir hay'atma taklif bilan qatnashgan edi. Berlinda o'tkazilgan faoliyatda qurultay rahbarlik heyeti xotirlash faoliyatiga qatnashgan Germaniyaning yangidan tashkillangan hukumatning a'zolari va parlament a'zolariga Srebrenica qirg'inchiligini xotirlayotgan mushu minutlarda Sharq Turkistonda Uyg'ur xalqining qirg'inchilik uchrayotganligini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini unutib qolmasligini eslatib o'tgan. Berlinda yangi saylangan parlament a'zolari bilan ko'rishdik. Bunun içinde birisi Johannes Volkmann degan şu Germaniyani birleştirgen baş ministri var. Helmut Kohl degan şunun nevrisi kim? Şununla ko'rishdik. O bizning Uyg'urlarning masalasini yaxshi bildiki, yaş bala ekan. Uningdan Falko Drossman deb yeni bir parlament a'zosi bilan ko'rishdik. Bosniya Srebrenica qirg'inchiligi deb qirg'inchilikning xotiri kuni o'tkazilgan bir Germaniya Bundestag Germaniya parlamentidagi faoliyatga qatnashdik. O jarayonda Germaniya parlamentining Bosniyalik a'zosi Ahmadovich degan kishi bilan ko'rishdik. Şu kişi başlık etkisi o faaliyetine. Bosniyaning Germaniyadagi elchisi bir qancha şu Germaniya parlamentidagi bizim tunaydigan Uyg'urlarni biladigan burunqi tekrar saylangan parlament a'zolari borki, buning ichida Mikhail Brandt degan kishi. U kishi bilan ko'rishdi. U kishi Uyg'urlarning shu Bosna Srebrenica qirg'inchiligi anlatış jarayonida Uyg'urlarga shuna qirg'inchilik bo'lyapti Xitoy tarafidan. U kishi bir so'zladi. Hozirgi vaziyat to'g'risida ma'lumot berdi. O'xshash vaqtda Avstraliya poytaxti Canberradagi Bosniya elchixonasida o'tkazilgan Srebrenica qirg'inchiligini xotirlash faoliyatiga Dunyo Uyg'ur qurultiyi a'zosi, Avstraliya Uyg'ur jamiyatining raisi Baxtiyor Bo'ra, Dunyo Uyg'ur qurultiyining taftishi Gulmira Zunun, qurultay qonun komitetining mudiri Mehmet Chalabchi qatorliqlar qatnashgan bo'lib, faoliyat jarayonida Baxtiyor Bo'ra apandi Bosniyaning Avstraliya va Yangi Zelandiyadagi bosh elchisi Kamal Muftijev va faoliyatga qatnashgan diplomatlar bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida suhbat ilib berish fursatiga erishgan.
Bosniyaning Avstraliya va Yangi Zelandiya bosh elchisi Kamal Muftiji Baxtiyor Bo'ri apandini ayrim qabul qilib suhbat ilib borgan bo'lib, Baxtiyor Bo'ri Kamal Muftijiga Bosniyaning Xitoyning besim va tehditlariga qaramay 8-navbatda qurultayga sohibxonlik qilganligiga minnatdorlik bildirish bilan birga Uyg'ur xalqining Bosniya xalqiga o'xshashla qirg'inchilik uchirgan va davomli uchrayotgan o'xshash qismatni boshdan kechirgan bir xalq ekanligini bildirib, Uyg'ur irqi qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Baxtiyor Bo'ri apandi bu haqda ma'lumot berib, mundaq deydi. Bu 30 yillik xotira boshlanishida faoliyatga qatnashuvchilar buningdan 30 yil burun shahid qilingan shahidlarga o'z hurmatlarini bildirishib, o'z usullari bilan gul yoki hurmatlarini bildirdi va ularga duo talabat qildi. Undan keyin elchixonaning yig'in zalida bu faoliyat yaxshi bo'lib o'tkazildi. Faoliyatdan keyingi o'zaro erkin suhbat qilish jarayonida biz Bosniyaning Avstraliya va Yangi Zelandiya turishliq bosh elchisi hurmatli Kamal janoblariga o'zimizning o'tgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Bosniya poytaxti Sarayevoda o'tkazilgan 8-qurultiyning nəhayət qələbəlik ötküzülgənligi və Bosniya hökuməti Bosniya xalqının bizə nəhayət yaxşı hörmətlərini bildirgənligiga aldılan rəhmət etişimiz bilən bugün günümüzdə vətənimiz Şərq Türkistanda Uyğurlar üstüdün, Şərq Türkistan xalqı üstüdün Xitay hakimiyyətininki kən köləmdə qırğınçılıq elib berilayotqanlığı qatarlıq paketlar bilan qaysi usulda, qandaq usulda bu xalqimiz üçün elib berayotgan qırğınçılıqlarını tushundirdik və mushu faoliyatda qatnashgan ba'zi bir millat vakillari və diplomatlarga aynan bu fursatdan foydalanib vatanimizdagi bu milliy qirg'inchilik haqida tushunchalarni bergan bo'ldik. Mayli bosh elchi bo'lsin, mayli millat vakillari bo'lsin va diplomatlar bo'lsin, bizningki vatanimizda bo'layotgan milliy qirg'inchilik haqidagi yanimo cho'nqurlagan holda anglagan va tushungan keyin bizga o'zlariniki hissdoshligini bildirdi va ba'zi bir tashkilot rahbarlari, hatto konsuldagi ba'zi xodimlar, millat vakillari Sharq Turkistonda Uyg'urlar ustidan elib berayotgan qirg'inchiliklarni to'xtatib qilish uchun birgalikda harakat qilishni taklif bizni qabul qildi va bizda yenimizda bizning bunda qirg'inchilik elib berilayotgan mushundaq bir kunlarda bizning yenimizda turganligini bildirishdi. Xitoyning jasus detali TikTok Yevropaliklarning sonliq ma'lumotini to'plash va jasuslik bilan ayblanib, bu yil 5-oyda 530 million yevro jariman qo'yilgan edi. Navbatda Markaziy Irlandiyadagi Yevropa sonliq ma'lumotni qo'g'dash idorasining bildirishicha, TikTokning yevropaliklarning shaxsiy uchurlarini to'plash va Xitoyga yo'llash qilmishi qaytadan tekshirilishga boshlagan. Irlandiyadagi Yevropa sonliq ma'lumotini qo'g'dash idorasining muavin raisi Graham Doyle mundaq deydi. Umum sonliq ma'lumot qo'g'dash nizomi shaxsiy sonliq ma'lumotni boshqa davlatlarga yetkazganda Yevropa ittifoqi ichidagi yuqori darajadagi sonliq ma'lumot qo'g'dashning qo'llanilishini talab qiladi. Qandaqla bo'lmasin, TikTokning bosh shtabi Beijingda bo'lg'achqa, bosh shirkatmi Xitoy doiralarining talabiga amal qilish kerak. Onundan boshqa, algoritm TikTok ishlatuvchilar uchun sin tanlaydigan va shu orqali ularni ekran oldida uzoqcha saqlaydigan appning yadrosi bo'lganlikdan har qanday tarqitishda Beijingning ruxsati talab qilindi. Mutaxassislarning qarashicha, bu TikTokning Xitoy xohlamagan sinlarni tarqitishining to'salg'iga uchrashi va TikTok ishlatuvchilarining shaxsiy uchuridan halqib, TikTok ishlatuvchilarining telefoni orqali Xitoyning xohlagan uchurga erisha oladiganligini bildirdi ekan. Moshayning 10-kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy maslahatchisi Ömer Qanat, Qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas
ve Amerika Uyghur Birleşmesining raisi Elfidar İltebir qatarlıqlar Amerika İçki Bexatarlik Ministerligining Bexatarlik iqtisodiy siyosat bölümü, mecbur emgakni to'sish bölümünün başlıqlari, mecbur emgak bilan munosabatli shirkatlarni qor tizimlikka elish bölümünün baş mas'ullari qatorliq kishilar bilan ko'rishib, Uyg'ur mecburiy emgakini cheklash qonunining ijro qilinish ahvoli, Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Xitoyning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini yo'q chiqarish uchun elib berayotgan ta'tir tashviqot haqida suhbatlar elib berib, o'zlarining orzu talaplarini o'ttirib qo'ygan. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.